Qurbonlik qilinadigan hayvonlar, ularning yoshi va necha kishi sheriklik asosida qurbonlik qilishi haqida. Tuya 5 yoshga to'lgan bo'lishligi kerak. Bir kishidan 7 kishigacha sheriklikda so'yish mumkin. Mol 2 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Uni ham bir kishidan 7 kishigacha kelishib so'ysalar bo'ladi. Qo'y 6 oylik bo'lishi kerak. Qo'yni faqat bir kishi so'ya oladi. Agar 6 oylik qo'zining kattaligi 1 yoshlik qo'yning semizligi va jussasiga teng bo'lsa, uni ham qurbonlik qilinsa bo'ladi. Echki 1 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Uni ham faqat bir kishi so'yishi mumkin. Qurbonlikka o'tmaydigan hayvonlarning sifatlari: juda ham oriq bo'lishi, yoshi to'lmagan hayvonlar, ayblari bo'lishi, ya'ni oqsaydigan, qulog'i va dumining 3dan 1 qismidan ko'proq joyi kesilgan, ko'zi ko'r, tishi to'kilgan hayvonlar. Parrandalar ham qurbonlikka yaramaydi. Qurbonlik qilgan kishi qurbonlikning go'shtini faqirlarga ulashishi va ziyofat qilishi hamda o'zining oila a'zolariga ulashishi mumkin. Qurbonlik qilish muddati Qurbon hayiti namozidan keyin to 3-hayit kuniga, quyosh botgunga qadar davom etadi. Arafa kuni so'yilgan hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashing.